10 savolga 10 javob. Savol. Fitosanitariya sertifikati nima? Javob. Eksport qilinayotgan karantin ostidagi mahsulotlarda karantin obyektlari mavjud emasligini tasdiqlovchi rasmiy hujjat. Savol. Qaysi mahsulotlar uchun fitosanitar sertifikati talab qilinadi? Javob. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan va belgilangan meva, sabzavot, quruq mahsulotlar va ko'chatlar uchun. Savol. Fitosanitar sertifikat haqidagi ma'lumotlarni qayerdan olish mumkin? Javob. Fitosanitariya sertifikatini olish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlar O'simliklar karantini va himoyasi agentligi rasmiy veb-saytida joylashtiriladi. Savol. Chet davlatidan ko'chat yoki urug' olib kelish mumkinmi? Javob. Mumkin. Lekin karantin ruxsatnomasi va eksport qiluvchi davlatning fitosanitariya sertifikati mavjud bo'lishi shart. Savol. Sertifikat olish uchun qayerga murojaat qilinadi? Javob. Ariza elektron shaklda Yagona darcha bojxona axborot tizimi orqali murojaat qilinadi. Savol. Sertifikatsiz eksport qilish mumkinmi? Javob. Ko'p hollarda mumkin emas. Savol. Ariza qancha muddatda ko'rib chiqiladi? Javob. Ariza kelib tushgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi. Savol. Sertifikat yo'qolib qolsa nima qilish kerak? Javob. Hududiy boshqarmaga murojaat qilinib, sertifikatning dublikati olinadi. Savol. Qanday hollarda sertifikat berish rad etiladi? Javob. Hujjatlar to'liq taqdim etilmasa, noto'g'ri ma'lumot berilsa yoki belgilangan talablarga rioya qilinmasa. Savol. Soxta, yolg'on yoki noto'g'ri ma'lumotlar bergan shaxslarga qanday choralar ko'riladi? Javob. Qonunchilikka muvofiq javobgarlikka tortiladi va sertifikat bekor qilinishi mumkin.